Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugun 2018-yil 12 ayning 28-kuni meni Amsterdam namoyishim davomlashib kelayotgan, yana Amsterdam namoyishimini tashviqotini texmi ko'paytirish, texmi jiq chetlarliklarniki diqqatini tortish, ham ularning hissashligini qo'lga keltirish, Sharq Turkiston bo'layotgan etnik qirg'inchilikni dalil isbotlar bilan dunyoga jakalash uchun bu qatimki teşviqatımga yangi teşviqatlarni turini qatdim. Bu mana üstüne kiygan kiyim, mana qishliq kiyimning ustiga buni kiydim. Buningda mana Xitoyninki melni boyqut qilayli deb yozilib, ustida Uyg'urlar erkinlik, ostida Uyg'urlarni qutqizib olayli. Bu keyni tarafda, mana keynida ustida yana shu Uyg'urlar erkinlik, ostida Uyg'urlar qutqizib ve o'rtasida mana Xitoylarniki bir balvoq bir yo'l projektni boyqut qilayli deb shuni qildim. Oldiga qisqam. Uningdan boshqa mana ustalman davomli Amsterdamda namoyishni qo'llanib kelayotgan Yevropa İttifaqı Kishilik Oliy Komiteti bilan Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq Oliy Komitetiga yo'llangan imzoliq jadvalni bu usti qo'yib haqida imzo qo'yib kelishdan tam hozir qadar 55 xil yeziqda Sharq Turkistonga mustaqillik, Sharq Turkiston jazolarga taqolsun degan xatlarni o'qishmagan yeziqda 55 xil yeziqda yozdirib keldim. Shuni qo'llangan ustal tema bu. Endi buni azroq bir ishqa deb qish sovuq tugandan keyin azroq buni bir texnik yangi qatnamalarni jonlantiray deb buni bir yupuqdan birini mana ko'ryapsizlar. Yupuqdan birini tikdim. 4 tarafga 4 parcha resim qo'yish orqali buningdan tashviqotda unumli foydalandim. Mana oldi ko'rib turibsizlar, mana tur dunyosida keng tarqalgan resim. Uyg'urlar bir balvoq bir yo'lniki qurbonlari. Ostida Uyg'urlar Sharq Turkistonniki zimin egalik bo'lib qolganlik gunohmi deb, ma bir Uyg'urning bu yerda ilayotgani, bu yerda Xi Jinping'ning qo'llaridan qon eqiyotgan, bu yerga yetayotgan Uyg'ur buvoqlarniki mana bir millatning butun madaniyatini cho'kayotganlikning simvoli. Ya'ni bu madaniyat bilan, ya'ni xalqning istil zo'qlashlar bir tam millatniki butun beshiqdagi kulfatlarni mush orqali anglata olamiz. Bu bir yuzi. Ikkinchi yuzi mana bu ko'rayotganingdek Uyg'ur farzandlari Xitoylar tarafidan o'g'irlanmoqda. Ya'ni bu resimmo tur dunyosida keng tarqalgan resim. Buni ma'qul shakllarda bosqizdim. Bular ham bu shaklda bor. Uning keyindan ma yuziga mana ko'ryapmiz. Uyg'urlarning ko'zidan qon eqiyotgan ma ko'rinish bor. Bu tur dunyosida eng keng tarqalgan resim. Mana bu. Ma yuziga ko'rayotgandek bu resimmi tur dunyosida eng keng tarqalgan resim. Bu resim yana bu yerda buningga tekst kirgizdik. Ya'ni Uyg'urlar o'zining yurtida bo'layotgan haqiqiy ahvollarni eng qisqa suratlangan narsada mana bu narsalar ekan. Buni endi Amsterdamga namoyishga ilib chiqman. Oraliqda bir qancha kun 2 hafta shanba namoyishga chiqqanmidim. Bu oraliqda ba'zi qarindoshlar uchur qilib degandek voy namoyish to'xtatib qo'ydingiz-ku. Bir ish bo'lib qoldimi yo'q degan savollarni so'radi. Men namoyishni to'xtatib qo'ymadim. Bu namoyish qotlandim. Namoyishim uzun davomlashgan namoyish. Xudoyim bo'lsa Alloh xolsa qishichim davomlashtiraman, yozga ulashtirman. Bu namoyishni uzun suzman. Faqat men yomg'ir bek yig'ib ketdi. Shanba kunidan boshqa shamol chiqib ketib, taxtalarimni uchirib, ba'zi taxtalarim sunib ketib qoldi. Shuningga oraliqda bir 2 hafta namoyishga chiqolmay qoldim. Shamolniki soatlik tezligi 7 kilometrdan tuvan bo'lib qolsa, namoyishda taxtalarim salbiy tura oladi ekan, uni yuqori so'qib qolsa, turolmay shamol uchib ketib qoldi ekanda. Shoshqa buningmi bir apchil chorasini bilib oldim. Shoshqa namoyishga chiqolmaslik markazimni namoyishdan yoltayganim va yoki uni yolg'izlik his qilib qolganim yoki boshqa omillar emas. Faqat lakin shu shamol bilan taxtalarini ushutib ketayotgan bo'lg'ashqa, shu qisqinchiligim bo'lganligi uchun shoshqa shamolning ahvoliga qarab namoyishni davomlashtiraman.
Amsterdamda men elayotgan to'g'an namoyishga eng ko'p bo'lganda 5 odam kelib namoyishga men bilan to'si bo'ldi. Ba'zi qarindoshlarimiz kelib namoyishda turishib berib, birga resimlik tortib, video qilib ketayotgan qarindoshlar bor. Bu qarindoshlarga Alloh rozi bo'lsin, rahmat. Yana ba'zan qarindoshlar biz chiqilsak bu yolg'iz kishi namoyish ekan deb angladik, u bu deydi. Yolg'iz kishi namoyish, lekin 3-4 odam kelib tursa bo'laverdi. Men bolalarni kelmanglar demayman. Kelasanglar, kelinglar. Ota-onanglarning urug' tuqqanlarniki Xitoyning jazo lageriga sunilib ketgan qarindoshlaringlarniki resimlarini ko'tarib kelib, men namoyishga birga tursanglar, birga qilsak bo'ladi. İmkaniyatinglar yar bersa, kelsanglar bo'ladi. Men bir necha kundan oldida Tor dunyosida ziyondosh hasharotlar va Sharq Turkistonliklar deb kichiklar qisqa yozma bilan bizning tajribaxonada tadqiq qilayotgan hasharotlarni yo'qotishninki tadqiqot nimasini qisqa so'zlab o'tdim. Bizning Sharq Turkistondagi barliq millatlar naq shu bizning tadqiqot nimamizdagi sandiqning ichiga hasharotga o'xshab qoldi. Shunga shu yerda bo'layotgan etnik qirg'inchilikniki oldini olish, uni keng ko'lamda dunyoga jakolash, atrofimizdagi bizlar bilan yashayotgan qo'lim qo'shnilarga, yerli xalqlarga anglatib shularning hissasini qo'zg'ash, parlament a'zolariniki parlamentda harakat keltirish uchun hammamiz aktiv ovoz qatib, ovozimizni dunyoga anglatmasak bo'lmaydi. Shunga shu yerda qarindoshlarimizniki behuda jazo lagerida o'lib ketayotgan xabarlarni anglayapmiz. Mikrogol Amerika başqa nurg'un qarindoshlarimiz jazo lageriga nurg'un zulmni anglab turyapmiz, ko'rib turyapmiz, kun xabarlarni anglatyapmiz. Bir necha kundan oldida bir kichkina bir necha yoshli bola otasi yo'q, jazo lagerida yotilgan yeri yo'q, bichora bola sovuqda to'ngab ketib qoldi. Bu bola kimning bolasi biz bilmaymiz. Balki mening urug' tuqqanimdan bo'lib qolishi mumkin, boshqasining bo'lib qolishi mumkin. Yig'ib aytganda millatimizniki kelgusi izbosarlari, kelgusi farzandlari. Behuda qarindoshlarimizningki o'lib ketayotgani, jazolarga sesib ketayotgan turli kasallarga, turli Xitoylarning epirayotgan tajriba sinoqlari, bioximiyalik qurollarniki qurbon bo'lib ketyapti. Shunga umumyuzi qarindoshlar harakat ko'tayli, qo'limizdan keladigan imkoniyatlar bo'lib, o'zimiz yashayotgan davlatlarningki parlament binosining oldida, xalq maydonlarida, sayohat rayonlarida qo'limizdan keladigan imkoniyatlarni ib berish orqali dunyoni harakatga keltirish, o'zimiz yashayotgan davlatning parlamentlarini yerli xalqlarning harakatlarga keltirish uchun aktiv bir harakat ko'tayli qarindoshlar. Ondan boshqa bir yolg'iz namoyishlarga xalq diqqat qilyapti. Ba'zi gollandiyliklarmi bizmi yordam qilaylik, biz qanday so'ng yordam qilamiz degandek har xil nimalar ya'ni ma'naviy jihatda qo'llab-quvvatlashlar bo'lyapti. Davomlashtirsa, men Amsterdamdagi Falastin haqqon davosini qo'llab izchil namoyish qilayotgan gollandiyliklar harakatga kelganga o'xshash men bu harakatni davomlashtirib qolsam, Alloh xolisa bir kunimiz bir kun shu gollandiyliklarni hamma ta'sirlantirib, shularni o'zimizning sepiga chaqirish orqali Uyg'ur davosini, Uyg'urning besh kelgan zulmlarni dunyoga anglitishda yerlik millatniki kuchdan foydalana olamiz. Bo'z qarindosh hamma davlatlar aktiv harakat o'tsak, hamon bir kuni biz irodamizda mustahkam tura olsak, bizning chet elda yashayotgan siyosiy panohligimiz, vatandoshligimiz, mishay ko'rayotgan kunlarimizning hammasi vatanda qon bergan, jon bergan, shularniki nimasiniki haqqi bor. Shuning haqqini ado qilish uchun hamma tirishib, o'zimizning irodasini davomli amaliy harakatga kurashtirib